Ye, o'g'ilchami? Gap yo'q. Endi xalqqa osh beraman. Najam, qo'ydi so'y. Unaqa demak, nima yashaqasiz? Ha, o'g'ilchani sundan to'yini qilyapmiz. Tez ke. Najam, qo'ydi so'y. Xotin yo'talyapti, xotin ketib qolarmi deyman-da. Sori qo'ycham. Mana o'g'lim o'zi mehnat qilib, o'zi ishlab Toshkentdan Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich to'lov 73 million so'm to'lab uy oldi, uy. Boshla tabriklayman. Yangi uyga ko'chamiz ekanda. Bomda senga nima bor? Najam, qo'ydi so'y, go'sht yeymiz. Moni yeng, moni. O yerda yotgan bolalarimni qumalog'ini yeng men deymiz. Jonga tegib ketdi. Qonni zorsa ham qo'y so'yasiz, qo'shni chiqib qolsa ham qo'y so'yasiz. Qo'rada bitta o'zi qolib, qarindosh urug' qaynaqlarimni qirib tashadi. Ya qo'y, sen to'g'ri tushunsan, prosta takka so'yilib ketmayapsan. Uy uchun so'yilyapsan. Uy. Yo'q-e? Ha, bo'laveradi. Menga qarang. Agar so'yadigan bo'lsangiz, qani sho'rva, mastava qilmasdan qozon kabob qiling, xo'pmi? Ha, bu qozon kabob. Ha, bo'ldi. Najam, pichoqlab kel. O, qozon kabobcha yerdan uylar qulluq bo'lsin. Amalga yeb turish kerak-da. Ha, o'zi prikol qilyapti-da. Lekin seni uylantirganda buni obязательно so'yapti. Yashamaylik ekanda.